Kim o'tmas bu dunyodan biz ham siz ham omonatmiz. Bugun sog' yurganlar erta indini kamomatmiz. Dunyo aro tansiqmiz, ummon aro hasmiz go'yo. Yaratganga ming bora shukrkim, bugun sog' salomatmiz. Assalomu alaykum. Bugun mana shunday muborak sanada, muborak juma sanasida bugun biz bilan xotira jamlikda, sog' salomatlikda yelkadosh bo'lgan yaxshilar, aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar. Nuroniy otalarimiz, munis mehribon onalarimiz, opa singillar, aka ukalar, qarindosh urug'lar, qo'ni qo'shnilar, xudo bandalar, yor do'stlar. Barchangizni xush ko'rdik, xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin. Bugün yuqorida aytilgandek, mana shunday bir go'zal kunda ko'rishyapmiz, yetkazganiga, ko'rsatganiga shukr. Bilamizki, bugun bir dasturxon atrofida o'tirib, oz bo'lsa-da bugun bor yumushlarni unutib, bir-birimizni diydorimizga to'yib, suhbatlashib o'tirishimizni o'ziga xos sabablari bor. Bugun hammamizni, sizni bizni ajoyib bir xonadon sohiblari o'zlarining eng yaxshi kunlariga chorlagan. Ya'ni kim bugun birgalikda Norqulovlar ahlining quvonchiga sherikmiz. Norqulovlar to'yxonasi bizni oshxonamizga aylangan. Xonadon ahliga to'ylar, yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Chin yurakdan tabriklaymiz. Qolaversa bugun xonadon sohiblari avvalambor bugun Saidullo otamiz hamda xonadon sohibasi Zargul onamiz boshchiligida bugun mana shu xonadon katta bir bayramga dasturxon bezadi. Otaxon onaxonimizga uzoq umr tilaymiz. To'ylar muborak bo'lsin. Doimo mana shunday yaxshi kunlarning boshida tursin. Hech qachon boshlari to'ydan chiqmasin deymiz. Hech qachon yaxshi kunlardan boshi chiqmasin.